Selamünaleyküm, qadrli yurttaşlar. Bugünkü satışa çıkan xonadonimiz Urganch shahrimizda Mir Cafe'nin arka tarafında Xorazm Plas'ın roparası. İkinci qavatda 2 xonali kvartira bilan danışib o'tamiz, hurmatli vatandaşlar. Ajoyib mesada, mesa polajniyasi zo'r. Yan tarafında hem mövjlar bor, magazin ismi, kafeler ismi, hurmatli vatandaşlar. Bog'cha, maktablar ham yaqin, transport ham o'ng'ayli yerda, yo'ldan ko'p jirmaysizlar. Shu yerda 17-19 marşrutları ötüb turibdi, 7 marşrut ham o'tadi. Vatandaşlar, ajoyib mesada joylashgan. Mesa polajniyasi gapsiz bo'lishi mumkin emas. Bu tarafimiz 24-sonli gimnaziya maktab, Xorazm Palas, keyinroqda Ogahiy teatri, keyin Jaloliddin Mengi behrida haykali. Bu tarafimiz esa Uztelekom, keyin Dehqon bozori o'tib ketiladi ariqda. Dehqon bozor yaqin. Ham Transgaz bu tarafimizda. Ablasun hokimiyat ham yaqin, zo'r mesada joylashgan. Bizda ham ikkinchi qavat o'rtaliq. Yurtlarning gavjum yerda. Mesa polajniyasi zo'r. Hem kanalımıza abone olup like basıp köşesinden çıkmasın. Hürmetli vatandaşlar, yetkese birgelikte kvartiramız bilen danışıp ötemiz. Kvartiramıza yetip geldik. İkinci qavatda joylashgan 2 xona, 3 xona qilingan kvartira. Girish ishlarini devam işlerden. Bismillahirrahmanirrahim deb giramiz. Girgandan koridor joyi, doğruda zalı, zaldan spalnya o'tiradizlar. O'ng tarafimizda bu yerda sanuzel qismi, keyin bu yon taraf oshxona bor, oshxonani spalnya qilib qo'ydilar. Oshxona verandaga o'tirganlaringizlar, 2-3lik verandaga o'tirganlar, bu yerda spalyalar ham bor. Birinchi chetdan tanishtirib ko'rsatib boraveramiz. Devorlar ob'o'y qilingan ekan. Sanuzel qismimiz bu yerda ko'rib turgansizlar. Ayaktelar kafel, devorlardan bo'yindan beri kafel, yuqorilar plastik qilingan ekan. Gaz ve suvlardan muammosi yo'q. Yan tarafında transportlarımız turibdi. Ahmetçiz tarafından 7, Xorazm Palas tarafından 17-19 marşrutları o'tib turibdi. Birinin diski spalnya qilib qo'ysangiz bo'ladi. 2 xona, 3 xona qilib qo'ydilar. Devorlar poli plastikdan chiqqan. İşləri yağac işlərdən. Yan ətrafında magazinlar ham bor, bog'cha, maktablar ham bor. Hurmatli vatandaşlar, mera o'ng'ayli ajoyib mesada. Oxunba masjiddan ham yaqin yerda joylashgan. Uyinsa azon sasi eshitilib turadi. Birimiz zal qismimiz 3.10 5.60 razmerda tushgan. Devorlar bo'y qilingan, lyustrlar osilgan. Bu yandan oshxona qilib qo'ydilar verandani. 2-3 razmerda tushgan birimiz. Yani gaz plitalar qo'yilgan. Kafeler qilingan. Hurmatli vatandaşlar, bu yerda aynalar, eshik yog'och ayna ishladi. Ajoyib mesada, hem etaji zo'r, ikkinchi qavatda 2 xona, 3 xona qilingan kvartira. Bu tarafimiz esa spalnya bo'ladi, 2.70'e 5.60 razmerda. Devorlarning ob'o'yi ham ajoyib, akkuratni qilib qo'ydi ekanlar. O'rtasi senada bu yerda esa lyustralar ham osilgan. Xonalar ham kichkina emas, katta tushgan. İkinci tarzda ortalıkta joylashgan. Narxi 310 milyon so'm aytilib turibdi. Azroq ustida xayrdan qaytarilgan yeri bor. Gelip görüp zalı ko'raver. Doğru tarsa gitsangiz bo'ladi. Dokument tayyor. Dokumentdan muammo yo'q azizlar. 100% tayyor. Mesa polajniyasi ham zo'r. Mir Cafe yaqin yerda azizlar. Bir yanında Ahmetçiz, bir yanında Mir Cafe, Xorazm Palas. Zo'r mesada joylashgan. Suv, svet, gazlari VIP bilasizlar. Bir de hech narsadan muammosi yo'q. Narx ham zo'r, etaj ham zo'r, ham o'rtalikda joylashgan. Eğer kanallarımıza abone bo'lsa, abone bo'lib, like basıp, qo'llab-quvvatlab tursanızlar, sizlarga qo'ldan kelgancha arzon ajoyib xonadonlarni taqdim qilib boraveramiz. Hammaga sog'lik, salomatlik tilamiz. Keyingi roliklarda görüşünce xayrli qolamiz.